Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz muhtaram vatandoshlar. Bugun vatandagi millatimiz, xalqimiz tarixda misli ko'rilmagan bir zulm ostida yo'qolib ketish xavfiga duch kelyotdi. 6 noyabr Janvada o'zimizning sadoyini anglatish, zulmga qarshi dunyoni uyg'otish uchun namoyish qilmoqchimiz. Mushundaq kunda her bir Uyg'ur bu namoyishga berishni o'zininki boshlatib bo'lmaydigan bir burchi deb bilish kerak. Aslida Uyg'urga bir-birimizga namoyishga berishninki safarbarligini qilishimizning hech hojati yo'q deb o'ylayman. Uning o'rniga her bir Uyg'ur namoyishga borganning sirtida o'zimiz turayotgan davlatlardagi, o'zimizning atrofidagi do'stlarimiz shu yerlik tunish bilishlarimizga ularniki safar chiqimlarini qilib turib, shu namoyishga berishga tashabbus qilishimiz va shularni namoyish etirish uchun safarbarlik qilishimiz kerak edi. Lekin afsus, shuningdimi yana bir-birimizga namoyishga berish tashviqotini qilishga majburimiz. 6-noyabr kuni Janvada shu buyuk yurishcha namoyishni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Agar sizning shu vatandagi tuqningiz bu joyda bo'lsa, siz uchun cho'qim qurbonlik bera olaydi. 6-noyabrdagi Janva namoyishi qatnashib. Assalomu alaykum, Norvegiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Hammamiz 11-oyning 6 Janvada ko'rishaylik. Assalomu alaykum, Norvegiyadagi shundaqli butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar. Norvegiya Uyg'ur komitetidan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Biz Norvegiya Uyg'ur komiteti Dünya Uyg'ur qurultayining 11-oyning 6-kuni Janvada o'rinlashtirgan büyük namoyishiga o'zimizning eng jangovar qo'shinini boshlab, Janvaning ko'chalarini ko'k bayrog'imizga purkigili BDTning oldini o'zimizning yangroq shuarlari bilan larzik sog'li tayyorligimizni puxta qilib hozir tutdik. Biz butun dunyo kendinde Uyg'urning qani qilayotgan barliq qarindoshlarni Janvadagi namoyishga taklif qilamiz hem davet qilamiz. Aziz qarindoshlar, jon Uyg'urim, xon Uyg'urim, jon Uyg'urim, hammanglar bilan Janvada ko'rishaylik.